Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bodiringimizda ham spitaliya qildik. Mana shu Kaliy Gumat o'g'itimizda Uzbegum nomli Rossiyadan keltirilgan. Mana pomidorlar, bodiringlarimiz. Pomidorlarimiz mana ko'ringlar. Mana shunda spitaliya qilganmiz. Noldan ko'chatini ekkandan sepganmiz 3 marta. Mana shu tog'amiz mana sepishgan, mana o'zlari aytsin mana tog'a. Shundan sepganmisiz? 3 marta sepganman. Qarimasdan turib ko'm-ko'yligi juda katta bo'lyapti. Danaga mayda yesa bo'laveradi. Anaqa emas, achchiq emas. Mazasi ham yaxshi. Mana do'stlar, mana pomidor ko'chatlarimiz. Mana shu bitta teplitsamizni ichida ekilgan edi. Mana o'g'itimizni yana bitta bir pomidor bodiringlarda spitaliya qilganmiz. Mana ko'ringlar mana. Odamning havasi keladigan bo'pti mana. Juda ham tuplari ham juda ham shig'il. Mevalarni ko'ringlar mana. Shig'il. Hammaga tavsiya etamiz do'stlar. Salomat bo'linglar.